Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayının çağırqı və təşəbbüsüge asasən hər qaysı əllərdəki Uyghur təşkilatları Tayland siyasi panoh tilab turuyotqan 40 yaşlıq Məttoxti Məttursun ismlik Uyghurning bu yil 24 aprel günü Bangkokning IDC Suan Filo türməsində vafat bolğanlıq münasibəti bilan özləri turuşluq dövlətlərdəki Tayland elçixanalары aldida keng köləmlik namoyishlar uyushtirib, Tayland hökumətindən Tayland türmələrində 2014 yıldan bu yana tutub turuluyotqan barlıq Uyghurlarni dərhal şərtsiz halda qoyub berishini tələb qildi. Dünya Uyghur Qurultayı aldı bilan 5 may günü tushdan burun Taylandning Myunxendagi konsulxonasi oldida namoyish o'tkazib, Dünya Uyghur Qurultayı qatorliq 50 ga yaqin Uyg'ur tashkilotining birlashma imzosi bilan Taylandning Germaniyadagi bosh elchisi Nadhavatna Krishnamra va Myunxen bosh konsuli Parapimpim Parachon Pachanoklarga yozilgan talab xatini konsulxona xodimlariga topshirgan edi. 5 may günü Uyg'ur tashkilotlari yana Amerikaning Washington, New York, Boston, Kanadaning Montreal, Toronto qatorliq shaharlardagi Tayland elchixonasi ham konsulxonalarining oldida, shundaqli yana ba'zi chet el davlatlarida namoyish qilib, 10 yildan beri Tayland musofirlar lagerida tutib turilayotgan Uyg'urlarni qo'yib berishni talab qildi. Namoyishda lagerdagi Uyg'urlar qo'yib berilsin, endi yana o'lishiga bo'lmaydi. Tayland Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatini qo'llashni to'xtatsin, Tayland Uyg'urlarni tutib turishga xotim bersin, 9 yil yetib oshidi degan shiorlar to'landi. Release our brothers! Release our brothers! Release our brothers! Release our brothers! 9 years is enough! 9 years is enough! 9 years is enough! 9 years is enough! No more Uyghur deaths! No more Uyghur deaths! No more Uyghur deaths! No more Uyghur deaths! Free Uyghur asylum seekers! Free Uyghur asylum seekers! Free Uyghur asylum seekers! Free Uyghur asylum seekers! Release Uyghur! Shundaqla Amerikaning Tayland türmələrində hayatdan ayrılğan Uyğurlar üçün Taylandni javobgarlıq tartışını tələb qildi. Amerikaning Washington, New York qatorliq shaharlardagi namoyishni Amerika Uyğur jamiyati, Cornell Universiteti o'quvchilarining Uyg'urlar hamon erkinlik qatorliq tashkilotlar uyushtirgan bo'lib, Washingtondagi namoyishda Taylandning Amerikada turishliq bosh elchisi Tani Sangradga maktub sunildi. Maktubda biz hökumətinizning Taylanddagi qilib qolgan Uyg'ur musofirlarni qo'yib berishini, ularning oilasi bilan jam bo'lishi va boshqa davlatga bexatar o'rinlashtirishda aloqador hökumətlər bilan hamkorlashinglarni kuchli ravishda undaymiz deyilgan. Amerika Uyg'ur jamiyatining raisi Alfidar Iltabirning nomidan yozilgan maktubda yana yaqinda Məttoxti ismli Tayland turmusida 10 yildak tutib turilgan bir Uyg'urning vafot bo'lganligi, uning vafoti va Tayland hökumatining Uyg'ur musofirlarining davomli tutib turishi muhojiratga Uyg'urlarni qattiq qayg'uga solganligi ta'kidlangan. Yaqinda 2014 yildan beri Tayland doiralari tarafidan musofirlar lagerida tutib turilayotgan Keriyalik Uyg'urlardan Məttoxti ismli bir Uyg'ur musofir lagerida vafot bo'lgan. O yaqinqi 2 oy ichida Tayland lagerida vafot bo'lgan Uyg'urlardan ikkinchi kishi bo'lib, uningdan burun Aziz Abdullah ismli yana bir Uyg'ur musofir vafot bo'lgan edi. Bu chet eldagi Uyg'urlarning andisini qo'zg'ab qolmay, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarida lagerning sharoiti va Uyg'ur musofirlarining salomatlik ahvoliga bo'lgan andisini kuchaytgan edi. Taylandning Washingtonda turishliq bosh elchisiga sunilgan maktubda yana Uyg'ur musofirlarining sharoitini yaxshilashi, BDT musofirlar mahkamasi amaldorlarining Uyg'ur musofirlar bilan uchrashishiga yo'l qo'yilishi talab qilingan. Taylandning Washingtondagi elchixonasi oldida elib berilgan namoyish 5 may tushdan keyin soat 3 dan 4 gacha davomlashgan. Dünya Uyghur Qurultayı başçılıqidagi Uyg'ur tashkilotlarining Tayland elchixonalariga sungan talab xatida hozir Bangkokdagi IDC Suan Filo türməsində va Taylandning boshqa rayonlaridagi türmələrdə bo'lib, jami 50 nafar Uyg'ur tutib turilmoqda. Biz Tayland hökumətindən bu Uyg'urlarni shartsiz holda darhol qo'yib berishni, ularga qartilgan uzun muddatlik tutqunga xotim berib, demokratik davlatlar bilan hamkorlashib ularning 3-chi davlatga chiqib panohlanishga imkoniyat yaratib berishni, navbatda türmələrdə yetayotgan Uyg'urlarning turmush sharoitini darhol yaxshilashni, BDT musofirlar oliy komissarligining munosabatli organlari bilan yaqindan hamkorlashib, Taylanddagi Uyg'urlarni 3-chi bexatar davlatga chiqib yerlashishiga sharoit hozirlab berishni talab qilamiz deb ko'rsatildi. Amerika ijtimoiy aloqa subsi Facebookning egasi bo'lgan Meta shirkati 3 may kuni bayonot e'lon qilib, Amerika va Yevropadagi tashkilotlarda ko'rinib Xitoyning tashviqotini qildigan 100 dan ortiq hisobni taqig'anligini bildirgan. Meta şirketining bildirishicha, Facebook va Instagram kabi hisoblar Xitoyni qo'llaydigan obzorlar bilan to'shib ketgan ekan. Meta shirkati bayonotida bu obzor va yo'llanmalarning 2022 yillik Beijing Olimpikini boyqut qilishga qarshi ogohlantirish,
Amerikaning Afrikadagi tashqi siyosatiga doir masalalar, shundaqla Xitoydagi Uyg'urlarning rahat turmush kechirayotganligiga oid tashviqotlarni o'z ichiga olganligini aytgan. Metaning bayonotida ko'rsatilishicha, bu saxta hisoblarga yana Uyg'ur faoliyatchilari va Xitoy davlatini tanqid qiluvchilarga oid salbiy baholar yo'llangan ekan. Bayonotda bu saxta hisoblarning mavjud bo'lmagan saxta axborot organlari va aqllar ambarlarining Facebook, Instagram hisobida ko'rinib, sun'iy idrok orqali shakllantirilgan saxta ko'rinishlarni ishlatganligini bildirgan. Xitoy hukumatı Sharq Turkistonda 2017-yil boshlangan cho'ng tutqun bilan bir vaqtda chet elning Facebook, Twitter, Instagram qatorliq ijtimoiy aloqa usbulariga Uyg'urlarga oid hisoblarni ta'qib qilishdan sirt, bu ijtimoiy aloqa usbularini o'zining atalmish Xinjiang siyosatini aqlab, irqiy qirg'inchilik qilganligini rad qilish, burmalash yoki Amerikaga hujum qilishda keng qo'llanib kelgan. Metaning yer shari istixborot tahdid ishlariga mas'ul direktori Ben Nemo 2-may kuni muxbirlarga qilgan so'zida Xitoyning maxsus ish olib boruvchilari saxta shirkat qurish, dunyoning har qaysi joylaridan ixtiyor muxbir va namoyish qabul qilishdek yangi taktikalarni ishlatayotgan bir vaqtda bu saxta hisoblarning taqilishi Xitoyni bazi qilgan ta'sir ko'rsatish to'rining mohiyatidagi o'zgarishning signali ekanligini aytgan. Kanada Tashqi ishlar ministri Melanie Jolie 4-may kuni Kanada parlamentida qilgan so'zida Kanada parlament a'zosi Michael Chong va uning Hong Kongdagi urug' tuqqanlarga tahdid silish voqeasiga chetishli Xitoy diplomatlarini chegaradan qo'g'lab chiqarishni o'ylashayotganligini bildirgan. Kanadaning konservativlar partiyasidan bo'lgan Michael Chong 2021-yili Kanada parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qaror loyihasini ma'qullashda halqiliq rol o'ynagan siyosiyonlarning biri bo'lgan edi. Ma'lum bo'lishicha, Michael Chong shu sababli Xitoy davlat bexatarlik organlarining suiqasd qilish nishoniga aylangan. Yaqında Kanadaning Yer shari pochta gazeti Kanada istixborot organining maxfiy hujjatini naql keltirib, Xitoy bexatarlik organlarining Michael Chong va uning Hong Kongdagi urug' tuqqanlarini jazolashni planlaganligi, buningga Xitoyning Torontoda turishliq konsulxonasining bir diplomatining qatnashganligini oshkorlagan. Bu voqea Kanadada qattiq g'ulg'ula qo'zg'agan. Michael Chong Xitoy diplomatining chegaradan qo'g'lab chiqarilishini talab qilib, bosh minister Justin Trudeauning bu voqeadan xili burun xabar bo'lgan bo'lsa-mu, lekin uning buningga sal qarg'anligini tanqid qilgan edi. Amerika Ovoz Radiosuning xabar qilishicha, Melanie Jolie Kanada parlamentining bir komitetida qilgan so'zida Kanada muavin tashqi ishlar ministrining Xitoyning Kanadada turishliq bosh elchisi Song Pyoni chaqirtib, uningga Kanadaning bu xil aralashishiga yo'l qo'ymaydiganligini aytganligini bildirgan. Melanie Jolie, biz hozir har xil tanlash yo'llarini o'ylashyapmiz. Bu diplomatlarni qo'g'lab chiqarishni o'z ichiga oladi degan. Michael Chong parlamentning mazkur komitetida qilgan so'zida Xitoy diplomatining darhol qo'g'lab chiqarilishi kerak bo'lsa-mu, lekin uning hozir qadar bu davlatda turishini tanqid qilgan. Amerika davlat majlisi qarmog'idagi Amerika Xitoy iqtisod va bexatarlikni baholash komitetida Xitoyning Amerika va shundaqla dunyodagi qonun bilan idora qilish sistemasini nazardan saqit qilishga urinishi, yuqori fan texnikaga tayangan mustabid tuzumini qanday qilib yeyishga urinayotganligi haqida bir isbot anglash yig'ini o'tkazildi. Amerikadagi har qaysi nopuzliq tadqiqot organlaridan va universitetlardan kelgan mutaxassislar guvohlik bergan bu isbot anglash yig'inida Uyg'urlar uchrayotgan yuqori texnikalik zulmning dunyoda hozirgacha ko'rilib boqmagan bir zulmligi bayon qilingan, hamda buning butun dunyoga keng tarqalib ketishining oldini olishning zarurligi ta'kidlangan. Yuqoridagi bu so'zni Amerika bexatarlik markazi nomli tadqiqot markazining muavin raisi va tadqiqot direktori Paul Sharar qilgan. U so'zda Xitoy Kompartiyasi Uyg'urlarga qarata rəhimsizlarcha irqiy qirg'inchilik va bostirish harakati yurgizayotgan Xinjiangda yuqori fan texnikalik mustabidlikning eng chekidan oshgan nusxasi mavjuddir degan. U yana mundaq degan: Xitoyning hozir davlat ichi va sirtida yangi raqamli mustabidlikning boshlamchisi bo'lib, butun dunyoning erkinligiga cho'nqur tahdid elib kelyapti. Amerikaning cho'qim boshqa demokratik davlatlar bilan hamkorlashib, fan texnikaning bundoq qonunsiz ishlatilishiga qarshi turishi kerak. Paul Sharar Xitoy hukumatining chiroy tonish, ovozni tonish hamda yana odamlarning minish shaklini tonish qatorliq sun'iy aql qurollarini taraqqiy qildirayotganligi, barmoq izi, qon avrishkisi, ovozi, ko'z qarchug'i, yuz surti va gen uchur qatorliqlarni tarkib topgan biologiyalik sonliq ma'lumot ombiri qurayotganligi, aerodrom, mehmonxona, banka, poyezd stansiyasi, metro, zavod, turalg'u uy va hatto ommaviy hojatxonalarda chiroy tonish kameralari o'rnatganligi, simsiz tor orqali yaqin atrofdagi telefon va kompyuterlardan uchur to'playdiganligi, hatto odamlarning kundalik harakati, mashina va telefon ishlatish, may qachlash punktiga berishi, tok ishlatish miqdorini izqo'g'lab tekshiradigan saqchi yumshoq detallar qatorliqlar orqali kuchaytirilgan mustabid tuzumni yo'l qo'yayotganligini bildirgan. U bo'libmi Xitoyning maxsus Uyg'urlarni farqlantirish iqtidoriga ega chiroy tonish sistemasini taraqqiy qildirganligini alohida eskartgan. Paul Sharar guvohlik berish yig'inidagi so'zida chekidan oshgan yuqori texnikalik mustabidlikning COVID yuqum mezgilida Xitoy miqyos bo'yicha qisman qo'llanilib, Xitoy fuqarolariga bo'lgan qamalning oshganligi, Xitoy hukumatining hozirgacha nazorat texnikalarini oz deganda 80 davlatga eksport qilganligini degan.
U yig'inda komitet a'zolarini kontrol qilinmagan ahvol ostida Xitoyning yuqori fan texnikaga tayangan kuchaytirilgan bostirish andizasi keng tarqalib yer shari erkinligi va xususiy erkinlikka cho'nqir xiris ilib keladi deb ogohlantirgan. Bu so'zda Amerikalik qonun tuzuvchilarga taklif berib, ularni raqamli texnikani boshqaradigan qonunlarni chiqarishni teziltish, sonliq ma'lumot maxfiyatligiga munosabatli qonunlarni kuchaytirish, Amerikaning raqamli ul aslalarini Xitoyning igidorchilik huquqidan qo'g'dash, TikTokga o'xshash Xitoy applarini cheklashga chaqirgan. Bo'libmi Amerika hukumatining yangidan taraqqiy qilayotgan yuqori fan texnikani boshqarishga oid yer shari qoidalarini tuzib chiqishga aktiv qatnashishining intayin muhimligini eskartgan. Mazkur isbot anglash yig'inida har qaysi o'rinlardan kelgan mutaxassislar Xitoy hukumatining Amerika shirkatlariga, Amerikaning manfaatiga va hamda davlat bexatarligiga paydo qilayotgan xirislari haqida muhim dokladlarni sungan va fikr takliflarini o'ttirib qo'ygan. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.